Hozir Shohimardonda markaziga qarab tushib ketyapmiz. Hozir piyoda sekin. Bitta ham dam olish maskanlari ko'p ekan. Marg'ilon qurilishdiki ekan. Mana atroflarimizda tog'lar, qoyalar. Terilarda ham nimasi katta bo'libdi. Havosi toza ekan, mana qurt ham tushmagan endi. Mana olchalarimiz ham ro'yli bo'lgan. Hamma yoq tog'. Aynaklarim yaxshigina dachalar ekan. Mana bu yer selni yo'li shekilli. Qattiq yomg'ir yoqqanda, qor eriganda katta suv kelib, mana shu soyimizga tushib ketadigan tashama yo'l ekan mana. Ko'rishlaring mumkin. Hamma joy tog', baland tog'lar. Netlar ham dachalar ekan. Havo o'ta darajada toza. Tepamiz bulut. Yomg'ir yog'ish xavfi bor. Bu joylarda ham kelishib dam olish. Netlarda ham o'tirishibdi, damda olib. Sekin hastaligimda tushib boryapmiz, qirga qarab. Shu joyda darvozalar bo'lar edi. Mana shu darvozalar o'ynatadi. Hali o'yinlar tugabdi shekilli, endi boshlanadi. Yomg'ir ham ozgina boshlab yubordi. Hozir yana mashinachalar bor ekan, o'ynaydigan. Oldilar. Oldingi daqiqa yomg'ir tushayapti.
Mevdan so'rab ko'ramiz. Bo'lsa yo'q. Yo'l yordan. Yo'l yordan. Birinchi post, ikkinchi post. Yog'i va'dil yuraveramiz. Bormi? Oldin betlar katta keyga deydi, cho'yxonalar bo'lib. Ancha torayib ketdi betlar. Ushlash kerak aka. Yangi chiqdi. Yo'q, Ushlab ko'ring. Yomg'ir kuchayib ketib qoldi. Yomg'ir boshlab tingincha shu yerdagicha to'xtab turamiz. Hozir meva narxlarini tanishamiz. Nech pullar endi narxlar? 20, 25, 30. Yangi chiqqan sort. Yangi chiqqan sort ekan, mana yirik ekan. Ikkitasi 1 kilo chiqqan, uchtasi. To'rttasi bir kilo chiqar ekan. O'zimiz Qirg'iziston mana shu tog'larda bo'lgan. Qirg'izistonda Qizilboqda 20 mingdan 20 ming. Bitta 20 ming. Bu noklar nech pul aya? 20 dan ekan, bu ham o'zimiz mana shu yerda bo'lgan, a? Mana shu yerlarda bo'lgan. Shu yerdagi bu ichi yumshoq, ichi pishgan. Yumshoq ekan. Yo'q, yaxshi ko'rdim. Kattami? Yo'q, video bor. Toshkentga ham ketavering. Sen yumshoqlaydi sarva. Mashg'ulotlarda bo'lgan ekan. Kattami? Sliv nima nech pul? Ha? Sliv 5000 kilogramm. 5000 ekan, mana slivlar. Yaxshi. Urilarimiz nech pul endi eja? 20 ming, 30 ming. 35 ming ekan quruq uylarimiz. Mana o'zi aka, fakturi. Shunaqa gaplar. Bu tomonlarda endi mana qovun, tarvuzlar, shunaqa narsalar bor ekan. Bojlarda ham shashligi pishyapti bu yerda. Nech pul ekan kaboblar? 15 dan ekan mana. Barglar chiroyli qilib ishtiribdi. Uzumlar nech pul ekan zamatlar? 35 ming yaxshi. 35 so'm ekan. Hozir biz sizlar bilan birgalikda endi shu kecha keldik, jannat tarix olib chiqaman. Mana yerda ko'rdinglar, boshqalar bor ekan. Endi bu yerdan qaytadiganlar o'tirishibdi bular. Mashinalarni kutadiganlar shu yerda mana ostanovkalar. Yonimizda soy mana. Shopir akalar yig'ilib olgan bu yerga. Ko'prik mana. Shu o'rtada yo'l bo'lardi-da. Menimcha yo narigida yo shundan yuramiz endi. Tepaga chiqadigan yo'l bor bu yerda. Jannat tariqqa chiqadigan yo'l bor.
Mana yoqdan yo'qmidi, oldin chiqardik. Mana shu yerdan chiqamiz Jannat ariqqa. Adashmayap turgan bo'lsam, yo'l bor edi. Tepaga chiqqan yo'l bor ekan. Hozir tepaga chiqamiz. Ancha o'zgarib ketgan. 10 yil bo'ldi kelganimga. Mashitlar ham tinch ekan. Bismillahirrahmanirrahim. Ko'lmak suv. Mana shu holatda chiqamiz. O'sha yerda Tishi tog'am bor. Tishi toqqa-ku chiqolmasa kerak-ku. Lekin ya bismillah. Yo'l bor mana. Bekakı çıktık. Manzarani ko'ringlar. O'ta darajada chiroyli. Bog'lar. Endi mashg'ulotlarni birgalikda endi Jannat ariqqa qarab chiqamiz mana. Sizlar bilan hamrohlar topdik. Tog'ning havosi boshqa tabar. Mevalar shu yotibdi. Olib yegani egasidan so'rash kerak. Bo'lmasa yeb bo'lmaydi, chunki yaxshi emas-da, yerga to'kilganini olib yeb bo'lmaydi. Egasini rozi qilib yeyish kerak. Shuning uchun ko'z kuyib qo'yapti. Pastdan endi meva sotib olamiz-da. Qarorgohga ketishdi. Mana manzaralar. Olmalar pishib yotib turib boradi. Ancha o'zgarishlar bor. Oldin bemalol edi. Hozir endi xohlagan joyingizdan chiqib ketinglar. Borgan sari sharoitlar yo'q. Bu shu ro'paramizda turgan o bisetka deydimi mana shu. Shilkavik degan lager bor edi. Mening